eshitib turinglar. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga nima deyapti? Siz bilan bizga nima deyapti? Astagfirullah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allohi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allohu bi amrihi wallohu la yahdi al-qawmal fasiqin. Ey Muhammad alayhisalom, ayting, agar ota-onalaringiz, bolalaringiz, aka-ukalaringiz, juftlaringiz, qarindosh urug'laringiz va kasb qilib topgan mol-u dunyolaringiz, kasod bo'lib qolishdan qo'rqadigan tijoratlaringiz hamda yaxshi ko'radigan uy-joylaringiz hammasi sizga Allohdan, uning payg'ambaridan va uning yo'lida jihad qilishdan suyukliroq bo'lsa, u holda to Alloh o'z amrini, ya'ni azobini keltirgunicha kutib turaveringlar. Alloh itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Mana shu biz sanab o'tgan 8 ta narsa inson uchun eng yaqin kimsalar va narsalar. Eng yaqin kimsalar va narsalar. Shular Allohdan ko'ra senga mahbubroq bo'lsa, Allohning jazosini kutib tur deydi.